Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Salomatsiz. Xush kelibsiz avvalambor. Rahmat, Xudoga shukr. Eshitdim bo'yicha siz уже bu yerga mezbonsiz. Shunaqa desa ham bo'ladi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Shunaqa. Nechinchi marta kelishsiz aka? Ochilganidan keyin fashti klientman. Xudo xohlasa mana bugun oldin birinchi 7 oldik. Keyin 8 Pro Max oldik. Mana bugun xudo xohlasa ariza 6 olgani kelganmiz. Qulayligi xo'sh, birinchi 7 olganimizda 7 yomon emas, 7 ham ancha yaxshi edi. Hamma tomonlama chem mana o'zini mana shu kategoriyasidagi mashinalarning ichida, texnikalar ichida 7 yomon emas edi. O'shaning uchun 7 ni oldik. Keyin 8 chiqqani 8 o'zimga yoqdi. 8 Pro Max hamma tomonlama interyer, yurishi, ayniqsa ichki qulayliklari. Ancha juda qulay, komfortligi yoqqanligi sababli 8 Pro Max ham oldim. Texnik ko'rikka yog'larni almashtirib kelganman. Doim shartnoma almashtirib ketaman. Servis xizmatidan ham servis xizmati yaxshi. Garantiyalari bor. Muomillari ham yaxshi, xodimlarni hamma tomonlama. Bayramga bayramona kayfiyat bilan o'sha Cherry'dan 3-avtomobilni Xudo xohlasa xaridi jarayonidasiz. Xudo xohlasa. Xayrli qilsin. Rahmat. Taglaridan shamollab o'tib yursin. Jaydara tilda aytadigan bo'lsak, siz bilan olib borgan suhbatimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Kayfiyatingizga kayfiyat, kissangizga daromad, umringizga baraka va avtomobillarni Xudo xohlasa olishda davom eting. Yaqinlaringizni, do'stlaringizni, oilangizni xursand qilishda davom eting. Aka, sizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Yaxshi qo'llaylik, sog' bo'ling.